Hammaga salom, o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar, lishniy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar, shapka profilda nomer bor. Bemalol yozishingiz mumkin. Energiya men uchun like, podpiska sizlardan. Shu savol bergan insonni topolmadim. Men bor uzr. Umid qilamanki, o'zingiz ko'ryapsiz shu videoni. Erim Amerikada. Hayotida bu kimi bormi degan savol keldi. Shu insonga qo'l bering. Chunki juda ham aktivli profilimda. Joningiz sog' bo'lsin. Avvalambor, sizning eringiz bilan отношениyangiz davno o'sha tugagan. Ya'ni bir-birlariga chuvstveli yo'q. Agar farzandinglar bo'lsa, ikkita ota-onalarni gapi bilan xotin nomi turmasa, hatto bir-birlariga qanaqadir oldingidek sevgi, muhabbat, qayg'urish, mehr, oqibati yo'q. Siz kechalari bilan o'ylaysiz, qilyapsiz, даже yig'laysiz. Qiyin. Bilasizmi? Shubhalaringiz hammasi to'g'ri deb aytolmayman, 100% to'g'ri deb aytolmayman. Lekin bir ayol ko'rinyapti. U ayol bilan eringiz lekin jiddiy yurmayapti. Jiddiy emas. Bilyapsiz nima uchunligini, faqat o'sha maqsadda yurmasa, ato eringiz men Toshkentga kelmasa ham ajrashish niyati yo'q. Lekin bir-birlaridan ush ko'ngilli sovigan, oldinchalik bir-birlariga mehribon, sevgi, muhabbatli yo'q lekin ajrashish shunaqa narsalar tushgani yo'q. Gumonlaringiz to'g'ri ham deya olmayman. Lekin o'rtada ayol tushyapti. Bilgandirsiz nima maqsadda eringiz o'sha ayol bilan gaplashayotganini.